Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum do'stlar. Videomizda sizlar bilan birgalikda qanday qilib API yaratgan SVM bot ochishni o'rganamiz. Mutlaqo builder bot deb yozamiz. Kan botga start tugmasini bosamiz. Bot yaratish bo'limiga kiramiz. SVM botni tanlaymiz. Bot yaratish bepulda, bot yaratish bepulni bosamiz. Bot hozirdan olgan tokenimizni joylashtiramiz. 2 sekundda bizning Telegram botimiz tayyor bo'ldi. Ingliz tilini qayerdan sekin va onlayn o'rganishni bilmayapsizmi? Bunda sizga bizning Learning botimiz yordam beradi. Botdan foydalanib ko'ring, sizga albatta yoqadi. Botimizga kiramiz. Botga kirib start tugmasini bosamiz. Bitta buyurtma berish, hamkorlik tizimiga kiradigan bo'lsak, biz uchun maxsus API manzil berilgan. Qo'llanma tugmasini bossak, biz qo'llanmasi bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Bundan tashqari qo'shimcha kiritilgan bo'limlar bilan tanishadigan bo'lsak, API boshqaruv bo'limiga kiramiz. Stars va raqam xizmatlari ham ushbu botda mavjud. Bo'limni yoqib qo'yamiz. Stars Premiumga kirib, Stars Premium bo'limini yoqamiz. To'lov tizimlaridan bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, avtomatik to'lov, Telegram Stars va avto to'lov tizimlari o'rnatilgan. Buyurtma berishga kirsak, Stars Premium avto tayyor bo'ladi. Yerdan kerakli miqdorni tanlab, Stars va Premiumni xarid qilish mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.